Assalomu do'stlar, qadrdonlar. Bugun 2026-yil 24-may. Patagoniya 3 qaytgan. Rangi juda ham chiroyli, qip-qizil. Bittadan like bosib qo'yinglar. 2 yoshli daraxtlar hammasi. Meva olishlarni ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r. Eng serhosil, eng sifatli qilaman bog'imni degan odamlarga tagligi jefda и garnen podvoylarda shunaqa shoptollar qilib beramiz. Patagoniya, Diamantina, boshqa hamma sortlarimiz bor. Patagoniya ko'rsatyapman. Dividonia, rangini qaranglar. Juda ham chiroyli. Shoptolini shunaqa qilib g'ovlatmasdan biz ko'pini kesyapmiz. Zeleniy obreskalar chiroyli qilib qilish kerak. Daraxt qaranglar. Daraxt mana o'tgan yil ekilgan, endi bu hosilini qaranglar. Juda ham serhosil, mana ko'rib o'tyapsizlar, hammasi quyib meva solgan. Meva qaranglar. Mana juda ham serhosil. Endi mana bu chilikchamdan ham kichkina barmog'imda qaranglar. Mana shu ham meva ushlagan, lekin buni mevalarni to'kib yuboramiz hozir. Kalibrovkasi ham juda ham zo'r. Rangi qop-qora qizil bo'ladi. Shoptoni qaranglar. Zo'r, ko'z tegmasin, mashalloh. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Yangi sortlarga o'tishlarni tavsiya qilaman. Shoptoni qaranglar, o'tirib bemalol tersa bo'ladigan holatdagi shoftolilar 1 litrli qilib tarbiyalanadi. 5 ga 2,5 sxemada ekiladi. Mana hosil olishini ko'ryapsizlar, juda ham zo'r, sifatli bog'lar, kelajak bog'lar hisoblanadi bular. Hammasi 3 qaytgan. Uchli bo'lmaydi Patagoniya, bilib olinglar. Meva qaranglar. Mana shu yerlardan xudo xolasa shoxlardan olib yana ko'paytiramiz. Ko'paytirib ham qo'yganmiz. Ishonchli ko'chatlarini. Mana bu Dividonia. Ko'ryapsizlar. Mana meva qarang, mevani 2 yoshli meva daraxtda 10 kilo 15 kilogacha mevalar bor. Xudo xolasa eng kuchligida endi 1 kiloligi ham bor. Shoftolida misol uchun birov kimdandir shoftoli oladigan bo'lsangiz, ko'chat qandaydir aldashni iloji yo'q. Sababi 1 yilda meva qiladi shoftoli. O'zimiz bog'lardan qisqacha sizlarga ma'lumotlar, yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa beramiz. Bemalol Agrobog'dan so'rab, nimaki maslahatlar kerak bo'lsa so'ranglar akalar. Mana bu ko'chatni qaranglar, 1,5 kilo 2 kilo meva qilgan. Mana qalinligi bosh barmog'imdaqa emas. Odamlar mancha ko'chat ekadi, 10 yillik bo'lsa ham meva qilmaydiganlar to'liq yotibdi. To'g'risida mevalar qaranglar, juda ham zo'r. Bu qarang, quyib tashlagan qarang, mana buni. Mashalloh. Bittadan like bosib qo'yinglar. Dehqonlarga bittadan omad. Bittadan like. Zarli shu maslahatlarda Telegram kanalda berib o'tamiz. Yana ham nimadirlar kerak bo'lsa, shu narsalar ko'pchilik ko'rish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolaman. Agrobog. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Bundan-da zo'r yangilik, Diamantina, boshqa sortlarni ham qo'yib boraman. Bittadan like bosib, video yoqqan bo'lsa bittadan podpiska qilib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.